ketdik. Mana shu yerda faqat orqaga ketyapmiz. Orqaga. Qopti Jalol. O'zi issiq havo. Xullas, shuning uchun men har doim sizlarga mana shunaqa sportivniy videolar qilardim. Ana bu narsani sindirib yuborish, yorib yuborish, buzib yuborish, bu narsani urardim, butulkalar sindiraman, temirlar, janglarga chiqaman, jinnilik qilib, kachok bo'lsam, tosh ko'taraman. Mujistvani nima deydi, propaganda qilaman-da, propaganda to'g'ri so'zmi? Agitировать yo qanaqa bo'lardi? Xullas-da, targ'ib qilaman, targ'ib. Mujistvani. Bu jalab bu gulday yigitlar, ertaga mana Rossiya har xil gaplar gapiryapti, ha? Dunyo notinch, mana Erondagi holatni ko'ringlar mana-da. Bu Ukrainadagi holatni ko'r. Amerikani borib turib prezidenti Venesuelani boshlig'ini olib ketib qoldi uyiga, xotini bilan birga. Shunaqa holat bo'lib qolsa, urush bo'lib qolsa, men 41 yoshda bo'lsam ham mana shu joyini yozib olinglar mana. Agar Xudo ko'rsatmasa vatanimiz tinch, osmonimiz musaffo. Lekin mashincha zarracha bizani vatanimizga, meni ota-onam, opa-singlim, mana shu radnoy ukalarim, qavm qarindoshim sizlar bor vatanimizga mashincha zarrachalik kimdir bir narsa deydigan yo bir narsa bir bostirib kelmoqchi bo'lsa, men o'zim uchun javob beraman, boshqa uchun emas. Shundoq, haligi nima deydi, chegaraga yotib olaman, onangizki yo o'laman, o'lgandan keyin o'tasan bu yoqqa deyman. Shu darajada patriot bo'lish kerak kishi. Bu gul yigitlardan nima kutamiz ertaga, Jalab? Mana ertaga bayram, vatan himoyachilari kuni. Bu ko'tlar o'zini ko'tini himoya qila olmagan vatanni qanday himoya qiladi bu Jalab? Ochib beradi ertaga dushmanga. Bu qo'liga miltiq bersa bu ko'tara olmaydi Jalab. Qo'linga ichkaligidan bu bilan 20-25 kilolik avtomat miltig'i bersang bular ko'tara olmaydi bu Jalab. Otganda o'zi uchib ketadi. O'shaning uchun sal trenovka qilinglar, sportni targ'ib qilinglar, zalga chiqinglar. Onasiniki protein zararmi, ukol zararmi deyormasdan qil, hech narsa qilmaydi, o'lmagansan proteindan. Biz ham qilganmiz, trenovkani qil, himoya qil, hech bo'lmasa oilangni himoya qiladigan darajada urush bo'lsa ham, bir narsa bo'lsa ham har bir erkak o'z oilasini himoya qila olsa, vatanni bemalol himoya qila olamiz. Bu gul yigitlar, bu geylar bir-biriga gul berayotganlar qanday himoya qiladi? Tasavvur qilinglar, urush maydonida o'rtog'ini quchoqlab, oyog'i uzilib ketdi, o'q yegan deylik. Uni olib ketish kerak. Bu o'zi gey Jalab. Nima uni biladi? Qanday ko'taradi u o'zi bilan uni? O'zini ko'tara olmay yuribdi bu hayotda biladi. Tashvishlarini Jalab orqasiga urdirib qo'ygan bilan. Bolalar, rollar almashib qolyapti, ehtiyot bo'linglar. Qaranglar, ko'zni kattaroq ochaylik. Hazil qilib gapirganlarim aslida tegida juda chuqur ma'no bor. U deymiz, bu deymiz. Shu kuni mana qaranglar, Samarqandda Shohjahon Ergashevni boksi bo'ldi. O'sha yerda kamuflyaj kiygan OMON bolalari shunaqa bir baquvvat yigitlar turibdi, haligi qo'riqlabdi. Haligilarni ko'rib o'zimni kichkina deb his qildim, chunki bo'yim rostdan kichkinaman. O'zim havasim keldi. Bo'lmasa meni ham shularga o'xshab kuchim bor. Kerak bo'lsa shunaqa rekordlar qilganmiz, uncha-munchalar qaytara olmagan, lekin shunda ham haligilarga havas bilan qaradimki, shunaqa ukalarimiz, akalarimiz bor, xudo xolasa vatanimiz bor-ku, onasini yemsin, nadejniy qo'llada. Lekin ana bir-biriga gul bergan bolalarni ko'rsam, men o'sha kuni uxlay olmay chiqyapman. Bunaqa qilmanglar. Agar yoshliginglarda tog'aylar, amakilar orqalarga o'tib qo'ygan bo'lsa, boringlarda shu tog'aylarni, amakilarni bittada shapati berib turib, yaxshilab turib. Ko'tlik qilgan ekansiz o'shanda meni sikib qo'yib. Men bilad, mujik bo'lishim kerak edi. Siz meni Jalab nejing qilib qo'ydingiz deb psixologga borib, doktorga borib, o'sha nima deydi, o'zinglarni bir anaqa qilinglar, davolatinglar, mayli. Bilib bilmay qilib qo'ygan bo'lsa Alloh kechiradi. Bundan battar narsani kechiradi. Alloh mehribon. Biz ham kechiramiz, lekin davay bilad. O'zinglarni qo'liga olinglar Jalab, zalga chiqinglar, trenovkani qilinglar bilib. Kerak emas unaqa bilad. Sochlarni turmaylab, qoshlarni terib Jalab, ko'tga o'xshab nejniy bilad. Lekin zalga ham chiqdi degani hali Jalab mujik degani emas, shu tomonlari ham bor bilad. Chunki biz zalda ham ishlaganmiz. Zalda ham gul yigitlar daq qo'yib bo'lgan. O'zi shunaqalarni ham ko'pi zalga borib, kachoklarni poylab, mana shu meni itarsaydi deb o'tiradiganlari bor Jalab. Такой непонятный ориентацияda shubha bilan tikilib, suqib kirib o'tiradiganlari ham bor, shunaqalari bor. Bizni boshimizdan har xil o'tgan.
ko'rganmiz. Ularni nima deydi, hozir men sizlarga aytaman. Shunaqa so'z bor o'rischada, hozir esimga tushib qolsa aytib o'tib ketaman. Shunaqalar deydi. Xullas, davay bolalar, ertaga vatan himoyachilari kuni, bu oddiy kun emas, Xudo ko'rsatmasin. Ertaga bir narsa bo'lsa, mana shu Instagramda hammanglarni chaqiraman. Davay, короче, men bu yerda bitta dushmanni brigadasiga otgan ekan. Bolalar, короче, ketmon, lapatka, оружие bo'lmasa, miltiq bo'lmasa, onangni ham tisha boltalar bilan buzib tashlaymiz deb, onangni ham dushmanni kallasini uzamiz. Ularga ko'rsatamiz. Birinchi shu hamlasini o'zida biz ularni qaytarishimiz kerak. Tak что qaranglar, tayyor turinglar har doim. Xudo ko'rsatmasin, vatanimiz tinch, ko'z tegmasin. Lekin dunyo notinch. Vatanimiz tinch bo'lgani bilan dunyo har holatda har xil narsalar bo'lyapti. Shuning uchun gul yigitlar yig'ishtiringlar, davay. Gul yigitlar, gulli ekinglar yerga. Orqani himoya qilinglar, keyin vatanni birga himoya qilamiz. Gapimga xafa bo'lmanglar. Men sizlarga qattiq gapirish niyatim yo'q. O'zi sizlarning ko'nglingiz ham nozik o'zi jalab. O'zida ko'nglingiz nozik o'zi sizlarning.